Oylik tugadi-yu, shu oy tugamayapti-da, onasini hamsin. Bilmaysizlarmi? Fevralda kunlar 64 soatli emasmi? 24 soat oldin birpasda o'tib ketardi. Hozir soat kimdir balab qo'yganmi bilmayman. 3 kun oldin qarasam ham 11-fevral edi. Hozir ham 11-fevral. O'zi oylardichi shu 15 kunlik qilib qo'ysangiz zo'r bo'lar. Har 15 kunda bir oylik olamidi deyman-da. O'zi har yili shu yilni boshidagi 12 ta oy rosa qiyin o'tadi-da, qandaydir bu. Bu yil ham shu haligi Mark Zuckerberg, Elon Musk'larda ham shunaqa hayol bo'larmikin, shu oyda eplab tugatib olsam, pulni yetkazib olsam, kreditlar ham turib, xalta urib qo'yganda zo'r bo'lardi, toma deb sezon-pezonni kutarmikin bular ham. Uni ustiga zerikib Instagramga kirsang, hamma Einsteinni yomonlar, Einstein Miyagi bilan zo'r qo'shiqlar aytgan, duet. Einstein haligi Newton bilan duet holatda dunyoda hamma ucha oladigan fizika faniga katta hissasini qo'shgan odam. Nima hamma yomonlayapti?